Assalomu alaykum. Aka, siz bizning do'konda 107-klientimiz bo'lganingiz uchun mana Samsung A7 sizga sovg'a qilamiz aka. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Aka, bu menga men siz Aka, siz dolga kirib keldimmi? Yo'q aka, siz o'zi nima ish bilan keldingiz? Telefon olishga keldim aka. Kirmadingiz-ku, chetda turdingiz. Telefon qoldi-ku. Siz nima ish bilan Aka, keldingiz? telefon olishga keldim. Lekin bu kishiniki edi aka. Yo'q aka, o'zlari Aka, men siz dolga Siz eshikda turdingiz, kirmadingiz aka. Men kirdim, birinchi bo'lmay oyog'im bosdim. Hozir aka nechesini bo'lib qolmaydimi? Yo'q, chesim bilan. Bu menga o'zlari kelishib Xo'p aka, siz rozimisiz? Aka, hozir bu to'g'ri ish bo'lmayapti. Aka, men siz dolga kirib kelyapman. Bo'ldi aka, bo'lmasa A17 sizga do'konimiz nomidan sovg'a bo'ladi. Shunday bo'ladi. 108-mijozimizga aka biz mana iPhone 17 Pro Max sovg'a qilamiz aka. Rahmat aka. Siz buni yutib oldingiz aka, yaxshi kunlaringizga ishlating. Tabriklayman aka. Hazır qildim aka. Buni Yo'q aka, to'xtang, siz o'zi birinchi kirib keldingizmi, ikkinchi kirib keldingizmi? Ikkinchi kirib keldim. Bu kishi hazır qildim. Hazır o'tmaydi, bo'ldi endi. Qanday hozir aka? Bo'lyapti.